Assalamu alaykum qarindoshlar. Tor mulozimatliklari yuridik darsimizga kelganingizga qarshi olamiz. Bu qismliqi bizningki 15-qismliq dars bo'lib, bu qismliqda biz Groovy kod yozishni o'rganamiz. Ya'ni shuningga dastlabki tushuncha o'rganamiz. Bu ya'ni avtomatlashtirishni qanday texnik qadam-qadam ishga ko'ramiz. Biz oldingi qismliq darsimizda property transferni o'rgangan. Ya'ni mulk yotkash, property transfer orqali avtomatlashtirgandik. Bir eslatib o'tsam, test case açsam qana 4 test deb başlanaqı. Buningdan ma'ni men qo'l bilan yozmaymish property transfer orqali qanda yotgan. Hamda biz qanda avtomatlashtirishni qadam-qadam kirib biz Groovy script bilan tanishamiz. Groovy degan bu bir til bumi. Buningga sizlar mukammal bilishinglar hojat yo'q, faqat oddiy qismi, ya'ni asosli qismini o'rgansanglar buni avtomatlashtirishni ilib bora olasizlar. Unda esa qanday quramiz Groovy scriptni desak, Məsələn, yana birini quray. Təssüddə yana birini quray, sizlər birini qo'llam kerak qilmanglar. New təssüd. Buni Groovy deb qo'yaychi. Mana, mashqis tangdash. Buning ichiga test case quramiz. Test case, buni testing deb qo'yay. Test case ismini. Mesela men Groovy'ga qanda property'ga bir narsa soliq ma'lumot saqlay. Masalan, country'ga nimani qo'yib qo'y? Malaysia. Ne qo'yib qo'yay? Test case'ninkiga cho. Test case'ninkiga France qurib qo'yay. Hamda test case'ninkiga test deb quramiz ichiga. Bu vaqtda biz ikki test deb quraylik. Test stepni qanday quramiz? Test stepni chekib add test step SOAP request. Biz SOAP request qilyapmiz, chunki bu SOAP API. Buningga ismini nima deb qo'yaylik deganda, buni to'xtanglar, ma'ni qarab boqay funksiyalarga. List of languages by name deydi. Biz full country info. Mesela Malaysia'ni kirgizsak, ama country ISO kodini kirgizganmiz, to'liq qismini emas, ISO kodini. ISO kod nima bo'ldi? Malaysiyaning MY go deymi? Mana. MY ni kirgizsak qanda? Barliq uchurlari ismi Malaysia MY ning qanda? Capital City poytaxt Kuala Lumpur, phone code, telefon nomeri 60 dan boshlandi. Continent code, continent degan qit'alar. Qit'alarning qisqartirilma ismi qanda? AS, Asia o'xshaydi, Asiya. Pul birligi MYR. Flag, motor bet kirsak bayroq chiqadi. Language, Malay. Unda esa biz mushuni qada Groovy scriptda yozishni qanda o'rganaylik. Country info bilan, full country info bilan country ISO kodni shu ikkisini kirgizaylik. Test deb qo'ydim hamsa. Country info bilan full country info
Yana birisi ISO code. Davlat tilining qanday qisqartirilmasini topaylik. Country ISO code. Okay. Hozir diqqat. Biz country name miyaga qanday Malaysian kirgizdik. Malaysian ne saqladik? Ma groovy ma test suitning ichida qarasanglar, Malaysian saqladik ma propertyga. Ma o'ng qo'lni besib, chekib get datadan test suit countryni topsanglar bo'ladi. Malaysiya kirdi yoki qo'limizda yazsak bo'ladi. Biz qo'limizda yazaylik. Qanday unutib qoldingmi? Dollar belgisi cho'ng tirnoq, ya'ni curly braces. Büdür tırnak demdik. Ananda ekan qanday quduq hashtag yoki hashtag biz test suitini aldık shunami? Test suit. Agar projectni olmasak project oldu. İsmi nima? Country. Mamo hashtag. Mang'uzdoq. Mana my chiqdi shunami? Endi biz Groovy scriptni o'rganaylik. Groovy script. Bu bir programma tili. Buni asosliq siz o'rganish yetarli bo'lgan narsalarni o'tib qo'ymang. Shu yo'ldan oldin chiqdim shu. Odatda diqqat qilsanglar bu Groovy scriptda o'ntirib so'qarsanglar script is invoked with log, context and test runner variables. Mushu 3 variable mush o'zgargicha yoki mush pil method metodlarni qanday ishlatish orqali ham yozamiz. Odatda log, context, test runner. Bu qanday ishlatamiz? Yana birinchi bo'lib logni tushuntirib qo'yay. Log orqali o'qitamiz. Masalan, odatda textni qo'sh tirnoqni ichiga yozamiz, double quotation ichiga. Masalan, salom dunyo bo'lsa, salom dunyo. Buni man qilsak o'qimaydi. Miyaga chiqmaydi. Ama buni qanday o'qitamiz desak, log.info, log shift info bilan qanday o'qiydi. Mana salom dunyo. Har birisini qanday mishaga arxiv saqlab maqdi. O'qitdi bu log info bilan. Hamda Malaysiani qanday test miyaga saqladik-ku Groovy'ning test suitga. Country ekan qo'y. Mushlamda kodini yozsak, ikki double slash qilsak, o'tkazuvchidan birini yozsak bo'ldi. Qanday? Bayam yozdim-ku. Property'dan soliq ma'lumot o'qishni. Dollar, budir tirnoq. Ma test suit o'qishga men test suit deb yozaman. Project o'qimiz, project yozdim. Test suit hashtag country. Bu ne qanday? Mang'usak xatolik chiqib qoldi, shunami? Mangmaydi. Buni ham qanday mang'uzmaymiz? Mushu mang'usak Malayziya deb chiqsa, bu to'g'ri bo'ldi. Ham shuni o'qitganda qanday o'qitamiz desanglar? Buni del context bilan o'qitamiz. Bunda piyellarni qanday kodni? Context expand deydi, kengaytirish. Tirnoq mana
ya'ni nimani oshiga context expand Muşdan işiga alsaq bo'ldi. Endi buni qanday o'qitamiz? O'qitmoqchilik log info. Mana Malaysia deb chiqdi. Mana arxivni jo'natmoqchi bo'lsak, o'ng tarafimizni clear qilib olsak bo'ldi. Mana Malaysia o'qidi. Unda esa biz project yana birini saqlaylik. Baking'o JP deb bakingmiz, JP ni o'qitaylik. Projectni qanday qildik? Avval projectning nimasini izolaylik. O'qitishni sonliq ma'lumotni dollar budur tirnoq. Buning ichiga hashtag qanday? Project hashtag ismi nima? Name Japan code qor. Japan code. Endi mush context expandning ichiga salsaq log info qilib qanday o'qisak mana shu yerda mana JP o'qidi. Endi bularni qanday mana shu qanday olamiz desak, u vaqtda qanday biz test runner, buning eng oxirgi metodi test runner bilan o'rganamiz. Bugungi darsimiz mushagacha, men uni keyingi soatlarda so'zlayman. Avval siz bir ko'proq mashq qilib olinglar, men asosliqni. Tushunmay olsa savol shaklida qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.